19 oktyabr Amerika Aqsaray Savdo maslahatchisi Navarro Washingtondagi Hudson institutida nutq so'zlab, Xitoy Kompartiyasining 7 ajallik gunohini Amerikaga bo'lgan tahdid deb ayblab, Xitoy virus to'g'risidagi haqiqatni yushirib, yer shari xarakterlik tarqalishchan vabo fojiasini va iqtisodning chekinishini keltirib chiqarganligini, Amerikaning cho'qim Xitoyning mas'uliyatini surishti qilganligini, amon bir kuni hisob olganligini bildirdi. Navarro so'zida Xitoyning adolatsiz savdo qilmishidagi 7 ajallik gunohni, ya'ni Amerikaning bilimlilik huquqini o'g'irlash, Amerika shirkatlarini texnik o'tinib berishga majburlash, Amerika kompyuterlariga tajovuz qilish va savdo maxfiyatligini o'g'irlash, malni Amerika bozoriga tashlash va Amerika shirkatlarini vayron qilish, Xitoyning davlat korxonalariga mohiyatlik to'liqlama berish, Amerikaga fentanyl setish, pulni kontrol qilishdan iborat bo'lib, Xitoy iqtisodiy urush va 7 ajallik gunohni ishlatib qolmasdan, balki zamonaviy uchur urushi va siyosiy sistemaga hujum qilganligini, Birleşken Devletler Teşkilatları qatorliq dunyoviy tashkilotlardan foydalanib, dunyoga hokim bo'lishdagi razil qora niyatini oshkorlagan. Bu xil uchur urushi Xitoy ta'sirining Amerika, Hollywood, yuqori texnikalik bazasi, Kermini jilg'asi, MBA va universitetlardagi asosiy o'rinlarga singib kirishga sharoit hozirlab bergan. Navarro so'zida Aqsarayning Xitoy virusining tarqalish manbasini tepish va Xitoyning mas'uliyatini surishtirish irodasini yana bir qatim ta'kidlab, bevosita Xitoy virusi degan so'zni ishlatib, Xitoyning yuqumning haqiqatini yushirganligini ayblab, cho'qim tarqalishchan kasalga mas'ul bo'lish kerakligini, Amerika xalqining Xitoy virusining kelish manbasini bilishi, Amerika xalqi Xitoy virusi keltirib chiqargan Amerikadagi trillion dollarlik ziyon va fojialik hayotda Xitoyning to'liq mas'uliyatini ustiga olishini, Xitoyning virus uchurini erkin dunyodan yoshirishni to'xtatishini, bu hisobning cho'qim bir kuni elindiganligini qayta o'tirib qo'ygan. Hozir bu cho'ng vabo yanada dunyo miqyosida kengayib, hayotlik bexatarligi va dunyo iqtisodiga g'oyat zo'r ziyonlarni olib kelmoqda. Xitoy vaqti 20 oktyabr atigan soat 9 dan 24 minut o'tganga qadar dunyo miqyosida 40 milliondan ortiq kishi Xitoy virusi bilan yuqumlangan. Amerikada 8 million 200 mingdan ortiq kishi yuqumlangan. Dunyo miqyosida 1 million 100 mingdan ortiq kishi qazo qilgan. Amerika o'zining doklatiga qaraganda Navarro Amerikada Xitoy virusi sababidan qazo qilgan va iqtisodiy ziyonning umumiy sonining Amerikaning 4 yillik ishki ishlab chiqarish qimmatiga taxminan 20 trillion dollarga yetadiganligini o'tirib qo'ygan.